6-7-8 mart kunlari yosharish, yangilanish bayrami munosabati bilan Ginaflora svechalarimizga katta aksiyamizni e'lon qilamiz. Ginaflora svechalari ayollardagi bachadon miyomasi, tuxumdon kistasi, polip, endometrioz, adenomioz va boshqa ginekologik muammolarni vaqtida oldini olishga yordam beradi. Ginaflora ayollar markazi aynan ginekologik muammolarni vaqtida bartaraf etishga yordam beradigan mahsulotni ishlab chiqardi va siz tomon taqdim etdi. Siz aynan o'zingizdagi mana shu kasalliklarni vaqtida oldini olishga erishmoqchi bo'lsangiz, bizning markazimizga murojaat qiling. Ginaflora svechalarini ishlatib bugungi kunda natija ko'rayotgan ayollar bormi degan savol sizda tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Albatta, bizning Instagram, Telegram hamda YouTube sahifalarimizga kirib, siz ayollarimizning bugungi kunda salomatligini tiklayotganligini bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Albatta, bu sizga yordamchi mahsulot sifatida taqdim etilmoqda. Siz Ginaflora svechalarimiz bilan vaqtida o'zingizni ginekologik muammolaringizni oldini olishga erishishingiz mumkin. 40 kunlik Ginaflora kompleks mahsulotimizni xarid qilgan ayollarimiz uchun biz ginekolog qabuliga hamda uzidi shifokori qabuliga bepul yo'llanmalarni taqdim etamiz. Bachadon miyomasi, tuxumdon kistasi, adenomioz, endometrioz va boshqa ginekologik muammolar bilan yashamang. O'zingizni salomatligingizni tiklang. Buning uchun siz bizning markazimizga murojaat qiling. Aziz ayollar, bizning ham markazimizda ayollar faoliyat yuritishadi. O'zingizdagi ginekologik muammolarni ularga bemalol aytishingiz va ulardan bepul tavsiyalar olishingiz mumkin. Buning uchun esa siz biz tomon birinchi qadamni boshlang. Qolganini esa bizga qo'yib bering. 6-7-8-mart kuni bo'lib o'tayotgan katta aksiyamizdan foydalaning. Aziz ayollar, ushbu svechalarimiz hamda kompleks mahsulotlarimiz yordamida 40 kun ichida o'zingizdagi ginekologik muammolarni bundan tashqari tuxumdon kistasi hamda bachadon miyomasini oldini olishga erishing.